Yılan go'shini yesak bo'lamdi? Savol. Assalomu alaykum. Men yılan go'shini yesa bo'ladi deb anglagan. Ammo ba'zilar bo'lmaydi deydi. Bu to'g'riliq bir izohat bersangiz. Alloh rahmat qilsin. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila taobatlarga va uningga taki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Yılan o'milguchi ziyondoshlardan bo'lib, ko'pinchisi zaharli keladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yılanni haramda bo'lsin, boshqa joylarda bo'lsin, namozda bo'lsin yoki namoz sirtida bo'lsin o'ltirishga buyurgan. Faqatla uylarga kirib olganlarni jin bo'lish ehtimoli bo'lganligi uchun 3 kun ogohlantirishga, chiqib ketmasa andin o'ltirishga buyurgan. Ibn Umar radhiyallohu anhuma mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning munbar ustida xutba o'qib mundaq deganligini angladim. Yılanlarni o'ltiringlar. Bo'libmi dumbisi 2 oq siziqliq yılan bilan o'q yılanlarni o'ltiringlar. Chunki bu 2 xil yılan insonning ko'zini ko'r qilib etadi, homilani tushirib etadi. Ibn Umar radhiyallohu anhuma mundaq deydi. Men bir yılanni o'ltirish uchun qo'g'lavatdim. Abu Lubaba meni ko'rib, uni o'ltirmagin dedi. Men Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yılanlarni o'ltirishga buyurgan tursa desam u, keyincha uyga kirib oladigan yılanlarni o'ltirishdan to'sqan edi dedi. Zayd ibn Jubayr rivoyat qiladi-ki, bir kishi Ibn Umar radhiyallohu anhumadan ihromlik holatidagi kishi qanday jonliqlarni o'ltirsa bo'ladi deb so'raydi, u mundaq dedi. Menga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ayollaridan biri Rasulullohning g'aljir it, chashqon, chayon, sa, qog'a va yilonni o'ltirishga buyurganligini so'zlab bergan. Ibn Umar radhiyallohu anhuma yana namozdami o'ltirishga buyurgan deb rivoyat qildi. Aisha radhiyallohu anha rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam 5 turlik ziyondosh haram sirtidimi va haram doirasidimi o'ltiriladi. Ular yilon, alaqog'a, chashqon, g'aljir it va sadur degan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq rivoyat qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam 2 qarni, ya'ni chayon bilan yilonni namozda turib o'ltirishga buyurgan. Yuqorqi hadislar yılanni hatto namozdami, ihromdami, haram sirtidami va haram doirasidami o'ltirishga buyurgan. Buningga asosan yılan go'shi ko'pchilik olimlarning qarashida haram. Chunki o'ltirishga buyurish uning haromligini ko'rsatadi. Buning bayoni mundaq. Janobi Alloh 5 turlik ziyondoshni haramdami, ihromdami o'ltirishga buyurgan bo'lib, agar bularning go'shi halol bo'ladigan bo'lsa edi, uni shar'iy bo'g'izlab o'ltirishga, go'shidan foydalanishga udul kelgancha o'ltirib harom qilib buyurgan bo'ladi. Halbuki yegili bo'ladigan ovni haram doirasida va ihromlik holatda o'ltirishga bo'lmaydi. Chunki Alloh taolo sizlar ihromlik holatda ov o'ltirmanglar deb buyurgan. Yana ihromlik holatinglarda ov ovlashni sizlarga harom qildi degan. Undaq bo'lgan ekan yilon go'shi harom bo'ladi. Buningdan yilonning harom bo'lishidagi sababning uning zaharlik va ziyondosh ekanligi deb muayyanlashtirishga bo'ladi. Imom Shafiy rahmatullohi alayh yilon go'shining haromligini dalillab yana mundaq degan. Yilon nobak narsalar qatorida bo'lib, Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni mundaq sifatlagan. Ularga pak narsalarni halol qiladi, nopok narsalarni harom qiladi. Araf surasi 157-oyat. Qur'on nozil qilingan chaqlardagi arablar hadisda o'ltirishga buyurilgan sa, qog'a, chashqon, chayon va yilonni nopok narsalar qatoridan ko'rib go'shini yemaydi. Buningdan hadis bilan Qur'on yilonni harom qilishda bir-biriga mos ekanligini ko'rib olamiz. Hadisda yeyish halol bo'lmaydigan narsalarni haramda o'ltirishga buyurilgan. Yilonni haramda yoki ihromlik holatda o'ltirsa, fidya kelmaydiganligini yilonning ov qatoridan emasligini ko'rsatadi. Buningdan yilon go'shida davolanishning hukmini bo'lib olgani bo'ladi. Ya'ni inson hayotini saqlab qolish zaruriyati bo'lgan ahvoldan boshqa ahvolda davolanish uchun iste'mol qilishga bo'lmaydi. Zuhriy mundaq dedi. Biror zaruriyat sababidan insonlarning suydigini ichish halol bo'lmaydi. Chunki u nejisdir. Alloh taolo sizlarga barliq pak narsalar halol qilindi degan. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aroq to'g'risida Alloh kasallarning shifosini sizlarga harom qilgan narsalarda qilmagan degan. Imom Shafiy mundaq deydi. Men harom deb qaragan har qanday narsani tatsa, pulimi harom deb qarayman. U shar'iy bo'g'izlash bilan halol bo'lib qolmaydi. Yilon go'shidan yasalgan tiryoqni iste'mol qilish topni yeyishga o'xshash bo'lib, topni yeyish joiz bo'lgan zaruriyat holatidan boshqa holatlarda uni iste'mol qilishga bo'lmaydi. Yana bir qism olimlar
Yılan go'shi odatda zarur davolanish ahvoli bo'lmasa harom. Zarur davolanish ahvoli bo'lib, ashuni iste'mol qilmasa, boshqa halol pak dori tepilmaydigan ahvollarda iste'mol qilsa bo'ladi deb qaraydi. Xulosalaydigan bo'lsak, yılan go'shi harom. Janobi Alloh bizga ziyonli, nopok har qanday narsani harom qilib atgan. Foydali pak narsalarni halol qilib bergan. Shunga musulmon kishi harom qilinish sababini bilsin yoki bilmasin, Alloh taologa itoat qilish jihatdan Alloh taoloning insonga foydali va ziyonli narsalarni bildiganligiga, ziyonli va nopokni harom qildiganligiga ishongan holda Alloh harom qilgan yemak-ichmakdan yiroq turishi lozim. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 2-tom. 93 numurliq fatvo.